Yurtimizda ta'lim-tarbiya sohasiga bo'layotgan e'tibor, olib borilayotgan islohotlar jamiyatni kelajagi bo'lgan yoshlarni yetuk va zamonaviy bilimlarga ega insonlar qilib tarbiyalashga qaratilgan har bir ta'lim muassasasi oldiga ulkan mas'uliyatni yuklaydi. Samarqand shahridagi 59-umumiy o'rta ta'lim maktabi jamoasi ham ana shu mas'uliyatni chuqur his qilgan holda fidokorona mehnat qilib kelmoqda. 1993-yilda qurilgan 810 o'rinli mazkur maktabda bugungi kunda 1263 nafar o'quvchi tahsil olmoqda. Ularga 83 nafar malaka va tajribaga ega o'qituvchilar saboq berishadi. Jamoada 7 nafar oliy toifali, 13 nafar birinchi va 27 nafar ikkinchi toifali pedagoglar faoliyat yuritmoqda. O'qituvchilarimiz ta'lim mazmunini yangilash, fanlarni interfaol va zamonaviy metodlar asosida o'qitish, har bir bolaning qobiliyatini rivojlantirishda alohida mas'uliyat va mehr bilan ish olib borishmoqda. Shuning uchun ham maktabda har yil yuksak natijalar qayd etilmoqda. Jumladan o'tgan o'quv yilida 110 nafar bitiruvchilar, ya'ni umumiy sondan 40% dan ortig'i oliy ta'lim muassasalari talabasi bo'lishga erishdi. Bu albatta nafaqat o'qituvchi, balki ota-ona va o'quvchining hamjihatlikdagi mehnati, mas'uliyati, intilishi natijasidir. Maktabda muvaffaqiyatli faoliyat olib borayotgan o'qituvchilar orasida Mo'hchehra Sharipova, Dilorom Uroqova, Shahboz O'runov, Zarina Ibodullayeva, shuningdek xorijiy tillar fanidan Nasiba Ro'ziyeva, Madina Umarova, Dilorom Abdullayeva, Madina Uktamova va Kubaro Shukurova kabi ustozlar xalqaro talablarga mos maxsus sertifikatlarga ega bo'lib, ular maoshiga 50% miqdorda ustama to'lanmoqda. Bu esa ularning kelgusidagi faoliyatiga yanada katta rag'bat bo'lmoqda. Maktabda ma'naviy, ma'rifiy ishlar ham samarali yo'lga qo'yilgan. Bu borada o'rinbosar Gulandon Salomovaning mehnati e'tirofga loyiq bo'lib, u yilning eng yaxshi ilmiy izlanuvchilar sifatida taqdirlangan. Shuningdek, boshlang'ich sinf o'qituvchilari Gulnoza Tursunova va Bahora Abloqulova xalq ta'limi a'lochisi ko'krak nishoniga sazovor bo'lishgan. Sport va fan sohasidagi yutuqlar ham ta'lim jarayonidagi natijadorlikning yana bir yorqin tasdig'idir. Diyor Bahromov Qozog'istonda bo'lib o'tgan O'zbek jang san'ati bo'yicha xalqaro musobaqada g'olib bo'ldi. Shahrizoda Firdavsova badiiy gimnastika bo'yicha respublika musobaqasida muvaffaqiyatli ishtirok etib, yaqinda Dubayda bo'lib o'tgan xalqaro musobaqaga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Kamron Xolov esa Malayziyadagi Muay Thai bo'yicha Osiyo chempionatida g'olib bo'ldi. Fan olimpiadalarida 10-sinf o'quvchilari Adolat Qahhorova va Durdona Hojimahmedova shahar va viloyat bosqichlarida yuqori o'rinlarni egallashga muvaffaq bo'lishdi. Maktab sportning shaxmat turi bo'yicha Samarqand shahridagi tayanch maktab sifatida tan olingan. Bu yo'nalishda Kubara Umarova rahbarligida Abdulaziz Subhanova, Rayhona Yunusova, Raimjon Davronov, Parviz Bahodirov kabi o'quvchilar shahar, viloyat, respublika va xalqaro musobaqalarda muvaffaqiyatli qatnashib, maktabning sharafini munosib himoya qilib kelmoqdalar. Ta'lim bu faqat dars o'tish emas, balki yurakdan joy olgan ishonch, mehr, sadoqat va fidokorlik hamdir. Ustozlar mana shu fidokorlik bilan kelajagimiz uchun ta'lim bayrog'ini yanada balandroq ko'tarishda davom etishmoqda. Samarqand shahar maktabgacha maktab ta'lim bo'limiga qarashli 59-umumiy o'rta ta'lim maktabimizda hozirgi vaqtda 1263 nafar o'quvchilar ta'lim-tarbiya olyapti. Maktabimiz 810 o'ringa mo'ljallangan. 2 navbatda o'quvchilarimiz ta'lim-tarbiya olmoqda. 2024-25 o'quv yilida o'quvchilarimiz tomonidan juda ko'p yutuqlarga erishdik. Masalan, fan olimpiadasiga o'quvchilarimiz 10-sinf o'quvchimiz fizika fanidan borib qatnashib, shaharda 2-o'rinni oldi, viloyatda qatnashdi. Informatika fanidan qatnashib o'quvchimiz u ham 2-o'rinni olib, shahar miqyosida, viloyat miqyosida qatnashdi. Turli xil tadbirlarga qatnashib kelyapti o'quvchilarimiz. 5 tashabbus yuzasidan sport musobaqalariga, turli xil musobaqalarga borib, shahar miqyosida, viloyat miqyosida faol qatnashib o'rinlar egallab kelyapti.